iCo'da savdoni boshlash uchun avvalo menyu yaratish kerak. Menyu bo'lmasa, savdo ham bo'lmaydi. Feed Vector. iCo'da tovarlarni sotish mumkin. Masalan, ichimliklar, shokolad, mevalar, shuningdek, texnologik kartaga ega taomlar ham bor. Hozir eng oddiy variantni ko'ramiz. Tovar qanday sotib olingan bo'lsa, shunday sotiladigan mahsulot. Menyu nomenklaturadan shakllanadi. Shuning uchun ishni shu yerdan boshlaymiz. iCo ofisini ochamiz. Tovarlar va omborlar bo'limiga kiramiz. Nomenklaturani tanlab, qo'shishni bosamiz. Tovar kartochkasi ochiladi. Birinchi nomi aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Masalan, kola. Keyingi narx. Mahsulot qanchaga sotilishini ko'rsatamiz. Keyin savdo joylarini tanlaymiz. Bu qaysi terminal yoki bo'limda tovar sotilishini bildiradi. Bizning holatda bar. Asosiy sozlamalarni yana bir bor tekshirib saqlaymiz. Shundan so'ng tovar kassada paydo bo'ladi va sotuvni boshlash mumkin. Kassirga qulay bo'lish uchun tovarga yoki guruhga rasm qo'shish mumkin. Shu tarzda iCo'da menyu bosqichma-bosqich va to'g'ri yaratiladi. Feed Vector.